iPhone 17 ni oldik. Endi mazali ochkoga ishlatib yuramiz iPhone 17 ni. Telefonni olamiz hozir. Assalomu alaykum. Hurmatli mijoz, xush kelibsiz. Keling. Qanday mahsulotimizdan xarid qildingiz? Zamon bilan hamnafas. 17 Pro Max. Shuni xarid qildik. Demak, siz o'ta namunali mijozimizga aylanibsiz. Hozir kompyuterda ro'yxatingizni chiqaraylikchi. Mana hurmatli mijoz. Qayerga qo'l qo'yib bering? Avval telefonni tekshirib olasiz, keyin Bo'ldi. qabul qilib oldim deb imzo chekib bersangiz bo'ladi. Hurmatli mijoz. Aka dahshat, просто bomba. Gap bo'lish. Qayerga qo'l qo'yib bering? Mana joyga o'tganmiz. Mana shu yerga qabul qilib oldim deb qo'l qo'yib bersangiz bo'ladi. Hurmatli mijoz. Mana. Yaxshi kunlaringizni ishlating. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, xo'p. Yaxshi ishlayveringlar. Xo'p, mayli. Xo'p. Qalay bo'ldik, ha? Tafsilot aka. Hurmatli mijoz, shoshmanglar. Biz chaqiryapmiz. Labbe, Sizlarning mahsulotlaringiz qolib ketdi. biz faqat telefon olganmiz. Yo'q, adashasiz. Quvvatlovchi adapter, iPhone quloqchinlari, aqlli soat, ya'ni smartboxlar sovg'a tarzda beriladi. Ya'ni 1+3 aksiyamiz. Ikkinchi, uchinchi may kunlari iPhone 17 Pro va Pro Max xarid qilgan mijozlarimiz uchun shu aytib o'tilgan mahsulotlar sovg'a tarzda beriladi. Ishonch hayotni hozirdan boshla.